Assalomu alaykum, qadrli askarlar, qadrli bugungi tadbir ishtirokchilari. Bugun siz bilan yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bu uchrashuv o'tkazish tashabbusi chiqqan bugungi sizni harbiy qism rahbariyati, ma'muriyatidan men minnatdorchilik bildiraman. Shu kunlarda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni arafasidamiz. Qolaversa kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Xavfsizlik kengashining yig'ilishini o'tkazdilar. Ana shu Xavfsizlik kengashining yig'ilishida ishtirok sifatida aytish mumkin bo'lgan ba'zi sizga berilgan imtiyozlar haqida, qurolli kuchlarimizni kelajagi haqida ham ozroq fikrlashsak foydadan xoli emas. Men bu yerga kelishdan ko'p manfaatim bor. Birinchi manfaat, bilasizlar, kuni kecha Termiz universiteti qizlariga bir juftlik dars o'tdik. U dars butun ijtimoiy tarmoqlarga tarqadi va men izohlarini o'qib xursand bo'ldim. Jamiyatda shunga ehtiyoj bor ekan. Va shu yerda juda ko'p yozilgan. O'g'il bolalarga qachon bo'ladi? O'g'il bolalarga dars o'tib qachon buni ijtimoiy tarmoqqa qo'yasiz deb. Shuning uchun bugun ko'p vaqtingizni olmaymiz. Shu bitta film ko'rishga ketadigan vaqtingizni ajrating. Bir film o'rtacha qancha vaqt davom etadi? 1,5, ko'pi bilan 2 soat. Men sizga bugun 1,5 soat vaqtingizni olaman, lekin o'ylayman, hozirgacha ko'rgan filmlaringiz ichiga eng yaxshisi bo'ladi bu. Agar o'zingizga olsangiz. Ikkinchi manfaatim, sizni safingizda meni farzandim xizmat qilyapti. Meni bosh farzandim o'zi magistraturada o'qiydi, uylangan, farzandi bor. Lekin mana shu harbiy qism, harbiylarning maktabini o'tashi uchun hammasini mas'uliyatini zimmamizga olib, biz buni xizmatga yubordikki, erkakcha kayfiyatni ko'rsin. Yosh bola edik. Nimagadir yig'lasak, otamiz nima derdi? Sen o'g'il bolasan, yig'lama derdi. Bugun shu o'g'il bola kim bo'ladi bu? Erkak nima degani bu? Vatan himoyachisi kim bu? Shu haqida ozgina fikrlashamiz. Bir narsani bilib qo'ying. Aytilishda oddiy so'z, lekin yukini his qiling. Ertangi kun sizniki. Ertangi kun sizniki. Ertangi mana shu minbar sizniki. Ertangi generallik unvonlari sizniki. Chunki bu yerda o'tirganlar shunchaki askar emas. Ko'pchiligingiz talaba, ko'pchiligingiz magistrant, ko'pchiligingiz mutaxassis va men aminman. Ko'pchiligingiz huquq tartibot organlariga ishga kirish uchun xizmatni bo'yningizga oldingiz hozir. Zimmangizga oldingiz. Kelajakda general bo'lishni xohlaysiz. Kelajakda prokuror bo'lishni xohlaysiz. Kelajakda davlat xavfsizlik xizmatida ishlab, davlatning xavfsizligini ta'minlashga xohishingiz bor. Mana shuning uchun ham menimcha aksariyatingiz xizmatni bugun o'tayapsiz. Bugun bilmadim sizda kechinmalar qanday kechayapti? Menimcha sizning hayotingiz o'zgardi. Nimaga? Sizlar 10gacha uxlardingiz ko'pingiz. Soat 10gacha uxlardingiz. Endi uyga borganingizdan keyin harbiy xizmatni tugatib 10gacha uxlolmaysiz endi. Bir kun uxlasangiz ham turib aytasiz. Meni do'stim harbiy qismda 5:30 da uyg'ongan edi, men hali ham yotibman. Noto'g'rimi? Ikkinchisi, jamiyatdagi erkatoy bolalar endi sizlarga yoqmaydi. Hali endi hozir bir jirkanch tendensiyalar sezilyapti-da. Erkak kishi ayolga taqlid qilish. Eshityapsiz-a, orientatsiya masalalari, boshqa masalalar. Umuman uni tilga olishga odam xohlamaydi. Lekin men bu yerga kelib, mashq qilib, mehnat qilib, qurol ushlab, intizom nimaligini ko'rgan kishi menimcha buni qabul qila olmaydi, eshitishni ham istamaydi. Ikkinchisi, sizlarda doim chet elga ketsangiz ham hozirgidek xonadoningizda sog'inchi bo'lmasdi. Nimaga? Bu ijtimoiy tarmoq orqali har kun bog'lanib turardingiz-da. Men hozir qaysidir davlatga ishga ketgan oilani farzandini sizcha sog'inmaydi o'sha xonadon ahli.
Sizni nimaga ko'proq sog'inadi? Sizni hozir Telegram bilan ham bog'lanib bo'lmaydi siz bilan. Telefonda ham gaplashib bo'lmaydi. Ma'lum belgilangan vaqtda kelish mumkin. Siz hayotdan ajralib, oiladan ajralib, mustaqil hayot nimaligini ko'ryapsizlar. Men talabalarimga harbiy xizmat o'taganlari bo'lsa, munosabatim boshqacharoq bo'ladi. Ularga haqiqiy mardlikni o'rgatgan gruppadagilarga, bularga harbiy xizmat qilishni targ'ib qilgin deb aytaman men. Va ularda dunyo qarashi boshqacha bo'ladi. Harbiy xizmatga borib kelgan talaba bilan harbiy xizmatga bormagan talabaning farqi bor. Ko'p farqi bor. O'zini tutishi, mardligi, g'ururi, ori, sotqin emas u, g'iybat qilmaydi u. Va hokazo va hokazo. Shuning uchun sizlarga meni hozir havasim kelib turibdi. Endi erkak bu nima? Yigit bu nima? Bu sharaf. Hozir kim sizga tayanadi? Ko'pi bilan oilangiz, agar alohida oila qilib chiqqan bo'lsangiz, ayolingiz kelin, farzandlaringiz, ota-onangiz, singlingiz, opangiz sizga tayanadi. Maktabda singlingizni birov xafa qilsa, siz borasiz. Qani nima gap? Buni akasi bor. Buni ukasi bor yoki deb. Demak bu tayanch. Tayanchlikni birinchi ko'rinishi mana shu bo'ladi. Yo mahallada kimdir xonadon ahillaringizdan birini xafa qildi yoki otangizni kimdir beobro' qildi. Siz yoshgina edingiz. 7 yoshdasiz. Masalan, men 8-9 yoshimda meni otamni xafa qilgan odam 45 yildan keyin ham esimda turibdi. O'sha payt kuchim yetmaganidan yuragim qiynalib ketgan. Javob bera olmaganman, yoshlari o'tib qolgan edi. Lekin dog' bo'lib yuragimga qolib ketgan shu. Mana tayanch degani nima degani? Demak, siz ertangi kunni ishongan odamlarsizlar. Keling endi oiladan boshlaymiz masalan. Men yaxshi ko'raman oilaviy masalani gapirishni. Men qizlar bilan bo'lgan uchrashuvga ko'p gapirdim. Xo'p, oila. Birinchi bola deymiz. Tug'ildi oilada. Ko'p oilalarda o'g'il tug'ilsa, xursandligi sal ko'proq bo'ladi. Yo, noto'g'ri aytyapmanmi? O'g'il tug'ilsa, o'g'il tug'ildi deydi, bala tug'ildi deydi. Nisbatan xursandchilik ko'proq bo'ladi. Kim aytadi? Farzandi tarbiyasi qachon boshlanadi? Farzandingizni qachon tarbiyalab boshlaysiz? Marhamat. Xotin tanlashdan. Voh, rahmat sizga. Farzand tarbiyalashni qachon boshlaysiz deganimda, kelin tanlashdan dedilar. Kelin tanlashdan. Ming afsus hozir yoshlar kelin tanlashda juda katta hayotiy tajriba orttirgan ota-onasi bilan maslahat qilmayapti, ota-ona omilini hisobga olmayapti. Va aminmanki 90% holatda yutqizib qo'yyapti. Sevgi, muhabbat bor narsa. Lekin sevgi, muhabbatning ham hisob kitobi, maslahatli joyi, intizomi, oiladagi muhit hammasini unga ta'siri bo'ladi. Bu nima degani? Uylanayotgan vaqtda quda bo'lg'ich xonadon ularning nasl nasabi ota-onangiz bilan siz bilmaysiz. Demak, birinchi boshladik, kelin tanladik. Undan keyin uylanganingizdan keyingi bolani tarbiyasi qachon bo'ladi? Bola hali tug'ilguncha bo'ladi. Bola tug'ilguncha bo'ladi. Bolani o'sha 9 oylik onasida homiladorlik davrida uni nima jihatlariga qarash kerak bo'ladi? Birinchi kayfiyatiga. Agar homiladorlik davrida bir necha marta stress bo'lsa, siz uni yoqasidan olsangiz, uni haqorat qilsangiz, bilingki bu bolaga ta'sir qiladi. Yo bola badjahl bo'lib tug'iladi, yo bolada bir nuqson bo'lish xavfi bor. Xudo ko'rsatmasin, bu keyin siz umringiz poyoniga yetguncha tuzata olmaysiz uni keyin. Agar bolada bir nogironlik chiqib qolsa shundan bir umr ezilib o'tib ketasiz. Demak, mana hozir ko'p yoshlarda eshitaman, oilada ayoli homilador bo'lsa, uni ba'zi bir injiqliklariga chidamaslik. Ota-ona shunda posangi bo'lib, qaynona-qaynota ota-ona turib berish kerak. Ana shu oilalar yutadi. Bilasizmi? Uylanish jarayoni bu jamiyatdagi katta hodisa bu. Katta voqelik bu. Diqqatingizni jamlang. Nima uchun to'y qilinadi? Nima uchun to'y qilinadi? Ayting. To'y qilishdan maqsad bitta yangi oila paydo bo'lganini e'lon qilish. Mana jamiyatda yangi bitta oila paydo bo'ldi.
Endi unga hamma ko'z quloq bo'lsin. Bular yosh. Mana hozir yanvar oyi, fevral oyi daraxt ekish mavsumi. Nimaga? Daraxt uxlagan. Hozir bu yoqdan bu yoqqa o'tqizsa bo'ladi, ko'chirsa bo'ladi daraxt. Lekin yozda chillasida daraxtni ko'chirsangiz quriydi. Endi ko'z oldingizga keltiring. Erta o'zingiz ham qiz farzand ko'rasiz, singlingizni ko'z oldingizga keltiring. Jiyanlaringizni keltiring. Bola tug'ilganda quvonch keltirsa, qiz bola keyin quvonch keltiradi. Chunki qiz bola mehribonroq bo'ladi. Ana shunday bitta oilani men aytganday qilib parvarishlagan qizini. Uni akasi shamoldan uni to'sgan, ehtiyot qilgan. Uni otasi, onasi uni bekami ko'z qilib katta qilgan. Siz sevdingiz, ota-onalar ahd paymon qildi, Fotiha to'y bo'ldi, olib keldingiz. Siz birdaniga do'stlaringizni gapiga kirasizda, bir zo'ravon o'zingizni ko'rsatadigan bo'lib qolasiz. Va bunday bo'ladiganlarda ko'pi o'zi ojizlar shunaqa qiladi. U boshqa yoqda hurmatini topmagan, u kelgan bir murg'ak birovni qizini oldida sizni tilingiz bilan aytganda shef bo'lib qoladi. Komandot qiladi unga. Azob beradi unga. Unga keyin qaynona qo'shiladi. Uni ko'rib qaynapa qo'shiladi-da, haligi daraxt, hali ko'chgan daraxt jon olmasdan, barg yozmasdan so'niy boshlaydi. Muammolar chiqadi. Qizlarga biz tavsiyalarni berdik, sabrli bo'linglar, oilani qadrlanglar. Lekin yigitlarchi? Siz tasavvur qiling. Men ko'p aytaman buni. Siz uylandingiz, uyingizga kelin keldi. U nimalaridan ayrildi? U ota-onasini mehridan kamaydi. Mahalla, qavmi qarindosh hammasidan voz kechib sizni xizmatingizga keldi. Siz endi unga faqat janob er emas, siz unga akayam, siz unga otayam, siz unga tog'ayam, amakiyam, 7 mahalla erkaklarini bergan ehtiromini, hurmatini ko'rsata biladigan bilimingiz, tajribangiz bo'lishi kerak. O'rni kelganda chiroyli qilib, yaxshi yotig'i bilan tushuntirib talab ham qo'yish kerak. Lekin o'rni kelganda boshini ham silash kerak. U sizni deb keldi. Azbaroyi sizni deb keldi. Sizni zurriyotlaringizda davomchisi bo'lib xizmatga keldi u. U dunyoga keltirgan. Mana ayol kishi farzandli bo'lish jarayonida mutaxassislar aytadiki, birdaniga endi hech biron joyingiz sinmasin. Men qo'lim 1-2 marta singan, men kurash tushganman ozgina. Suyak singandagi azobni suyagi singan odam biladi. Toki joyiga qo'yib, gips qilib, ishlar qaytib o'ziga kelguncha, 1 oy gipsni oralari qachishib, yurak o'ynaganda u xudo ko'rsatmasin. Mutaxassislar aytadiki, farzand tug'ilayotgan vaqtda bir yo'la 20 joydan suyak singandagi azob bo'ladi. Ayolda 20 suyagingizda. Bu qo'ldan, boldirdan, hamma joydan 20 ta suyak tanada bir vaqtda singandagi dard, og'riq, tug'ruq jarayonida bo'ladi. Ona o'limni bo'yniga olib sizni dunyoga keltiradi. Buni o'ylaydiganlar bormi? Mana shuni ko'z oldida keltiradigan bormi? Onasini ehtirom qilayotganda, ayolini ehtirom qilayotganda. Mana sizga ertaga kuyov bo'lgandagi masala. Hozir sizni oldingizga eng katta savol nima? Men kim bo'laman? Kelajakda nima kasb olaman? Men shu yerda harbiy ofitser sifatida qolamanmi? Xalq xo'jaligini turli tarmoqlarida ishlaymanmi? Tadbirkor bo'lamanmi? Shu savol sizlarni qiynayaptimi yo'qmi? Masalan, men hayotda o'rnimni topdim deb o'ylayman. Ilm yo'lini tanladim, shuni mahkam ushladim. Mana bugun minbarda sizning oldingizga suhbat berib o'tiribman. Lekin sizni oldingizdagi eng katta masala nima? Kasb tanlash turibdi hozir. Men sizday davringizda ishlagan davrimda o'qituvchilarga, bizni kasb vakillariga hozirgidek ish haqi to'lanmasdi. Men eslayman. 8 yil universitet o'qituvchisi sifatida ishlab, mening ish haqim $15 ekvivalentida edi.
Endi tasavvur qiling. Men hozir aytaman, men bu sohani eng yuqori lavozimlarigacha xizmat qildim. Endi o'ylasam, bu faqatgina davlatning iqtisodiy ahvolidan kelib chiqilmagan. Bu o'ylab qilingan deb men xulosa qildimki, olimni boshini egish uchun. Qanday qilib olim boshi egiladi? Olim o'zini har joyga urib boshlaydi. Oylik kam bo'lgandan keyin, oila boqolmagandan keyin o'zini har joyga urib boshlaydi. Oldin universitet o'qituvchisiga poraxo'r degan tamg'a yopishtirilgan edi. Nimaga? Mana bunaqa oylik qilib berilgan, o'zini har joyga urardi. Shu $15 oylik olganimiz uchun kurs ochganmiz, oshiqcha dars olganmiz, ikki stavka dars o'tganmiz. Bolalarni luqmasiga bir shubhali narsa aralashmasin, ehtiyot bo'laylik deb. Lekin hozir muhtaram prezidentimiz haqida gapirganda yuzaki gaplar bilan emas, mana shunaqa misollar bilan gapirish kerak. Hozir universitet o'qituvchisini oyligi ba'zi bir rivojlanayotgan davlatlar oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarining oyligidan baland. Bundan 10 yil oldin Markaziy Osiyo davlatlarini professorlar bizga o'xshab yig'ilganda biz faqat Xudodan so'rab turardiki, ish haqqimizni so'rab qo'ymasin. Ular juda kam, qanday aytamiz deb. Hatto deputat bo'lganimda ham qo'shni davlatga borib, iqtisodiy jihatdan bizga nisbatan hali ancha yetish kerak bo'lgan davlatga borganda ham ish haqqimizni so'ramasin derdim, bilardim ulardan kam edi. Hozir aytgimiz keladi. Prezidentimizning barcha soha qatori ta'limdagi eng katta yaratgan imkoniyatlar olimlarning qadrini qilib berdilar. Oylikni men bekorga aytmadim. Past edi oyligimiz deb. Shunda mana esingizdan chiqarmang shuni. Diqqatni qarating. 1 kilo qora kishmish olishga pulimiz yetmasdi. 250 gram qora kishmish bir siqim bo'ladi, og'ir keladi. Vrachlar buyuradi. Qora kishmish yesa qon bo'ladi, gemoglobin bo'ladi deydi. 1 kilo ola olmay 250 gram qora kishmishni olib kelib og'ziga qarab yedirib o'tirardik. Mana uni yegin, qon bo'lsin. Bolangga aqli bo'ladi erta. Miyasi rivojlanar ekan bolani qora kishmish yesa deb. Mana bu ikkinchi bosqich. Tug'ilgandan keyin endi nima? Tug'ilgandan keyin u tarbiya endi vaqt ajratmasangiz bolani boy berasiz. Kecha ko'chaga chiqib 5 yoshlar o'g'lim bilan o'yinchoq dron uchirdik ikkalamiz. O'yinchoq dron. Janjal qildik, asabiylashdik, kelishdik. 1,5 soat vaqt ajratdim men shu kecha. Shuncha ish ko'p, shuncha bosim, shuncha masala, lekin hozir agar unga ish nima qilib bermasak, vaqt ajratmasak, u bo'lmaydi keyin. U keyin bizga vaqt ajratmaydi. U ham vaqt ajratmaydi menga qaraganimdan keyin. Uni dunyo qarashini shakllantirib olish kerak. Va bu yoqni o'zingiz bilasiz. Bolaga kitob o'qitish, bolani mana shunday o'ktam qilib tarbiyalash sizda bu nima? O'zingizdan yelkalari shunday keng, shunday chiroyli yigitlar bo'lib qoldilaringmi? O'zi yemay yedirgan ota-onangiz sizni. Bildirmagan. Hali bir o'qigansizlar-ku kitobga. Otam faqat uyda baliq pishirilsa, baliqni bosh qismini yerdilar. O'qigansizlar-a? Shirin bo'ladi deb yerdilar. Endi bilsam baliqni bosh qismida hech narsa yo'q ekan. To'ysin bolam deb o'zi shu baliqni boshini olib kemirib o'tirar ekan, chaynab o'tirar ekan, shu bolasi yesin deb ishonasizmi? Hozir ko'zimni oldida 23 ga kirgan yo 5 ga kirgan bolam mazza qilib ovqat yesa, hali ham mazza qilaman. Yaxshi ovqat yeyapti deb. Ya'ni ota-ona farzandini yeganiga, farzandini sport qilganiga, farzandini bir kasb egallaganiga, farzandi bir vazmin bo'lganiga faqat o'sadi. Faqat mazza qiladi. Bolalik davri necha yoshgacha deb o'ylaysiz? 10-12 yoshgacha bola deydi. 10-12 yoshdan 16 yoshlargacha qanday davr? O'smirlik davri deydi. Eng og'ir davr o'smirlik davri. Esingizdan chiqarmang. 13 ga, 14 ga kelgan farzandni boshqarish juda qiyin. Nimaga? Savoli ko'p buni. Haqiqiy o'zgarish o'smirlik davrida bo'ladi. Savoli ko'p buni. Yoki u katta bo'lganlikka da'vo qiladi. Men katta bo'ldim dada deydi. Menga mashina haydashni o'rgating. Nimaga menga mashinani ishonmaysiz deydi. Jahli tez bo'ladi. Tez xafa bo'ladi. Biz uni bola odobsiz bo'layapti deymiz. Bo'lmagan gap. Bola odobsiz bo'lmayapti. Bolada o'tish davri. U ko'p narsa bilishni xohlayapti va yigitlikka, katta bolalikka da'vo qilyapti.
O'shanda u bolaga vaqt ajratish kerak. U bola bilan endi do'stlashishni boshlashi kerak ota-ona. Otalar dod deydi, bolamni menga mehri yo'q deydi. Lekin ota do'stiga vaqt ajratadi, ko'cha-kuyga, maishatga vaqt ajratadi-da, bolasi bilan do'st sifatida suhbat qilmaydi. Qani o'tir bolam, dunyo siyosatida bunaqa bo'layapti. Mana O'zbekistonimizda bunaqa bo'layapti. Mahallada bunaqa bo'layapti. Sen qachon tog'angni borib ko'rding? Sen qachon amakingni xabar olding? Qachon bir oxirgi marta telefon qilding? Yoki bir muhim oilaviy qaror qabul qilish kerak bo'lgan masalani nimaga ota o'g'li bilan maslahat qilmaslik kerak? Nimaga o'g'lini qaror qabul qilishga o'rgatmaslik kerak? Keyin otalar dod deb yuradi. Men zamon o'zgargan deydi. Yo'q, zamon o'zgarmagan. Gap otalarda. Bizning otamiz bizga qo'y so'yishni o'rgatgan bo'lsalar, biz farzandimizga qonun so'yishni ham o'rgatmayapmiz-da, bolamizni ayblaymiz. Hozirgi yoshlar unaqa, hozirgi yoshlar bunaqa. Yo'q. Yoshlarda muammo yo'q. Yoshlar bir bet oq qog'ozday gap. Unga nima bitsak, nima yozsak shu ketaveradi. Yana bir marta aytaman. Otalarimiz bizga uy qurishni o'rgatgan bo'lsa, onamiz bizga bir tugmani tigib qo'yishni o'rgatgan bo'lsa, fizika o'qituvchimiz parallel ulash bilan ketma-ket ulashni farqini o'rgatgan bo'lsa, biz uydagi hamma ishni qariyb o'zimiz qilganmiz. Men sizlarni avlodlaringni bilmayman. Lekin sizlar Z avlod hisoblanasizlar. Lekin bizning avlod qo'limiz qoramoyga botib mashina sozlaganmizda. Radiator tozalaganmizda. Karbyuratorni hozir xuddi siz Kalashnikov avtomatini titib yig'ib olganingizda, karbyuratorni shunday biz titib, benzin bilan yuvib, quritib yana yig'ib olganmizda. Siz hozir karbyuratorni vazifasini bilmaysizda. Start stopni bosasiz, mashina zavod bo'ladi. Tamom, ketaverasiz. Ayniqsa elektromobil haydaganlar umuman mashinani ish prinsipi bilan qiziqmaydi. Chunki motor turadigan kapotni ochsangiz ham yukxona ekan. Bu yerga ham sumka qo'ysa, shu daraja, shu taraqqiyot shu darajaga keldi-da. Mana shu avvalgi davrda, o'sha sobiq ittifoq davrida, o'sha davrlarda chiqilgan asosiy vosita jihozlarga ehtiyot qism kam chiqarilar ekan. Bu nima degani? Masalan, kir yuvish mashinasi ko'p buzilardi, juda oddiy edi. Lekin uni bitta detali ishdan chiqsa, o'sha detalni topib bo'lmasdan bir kino ko'rganmizda, Shurik kinodami, qaysida kinoda tranzistorlar kuyadi, apparatda lampalar. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi-da, shundami? Shunda chayqovchi mana bunaqa ko'rsatadi-ku. Qora bozor, chayqovchilik. Ya'ni lampalar, tranzistorlar. Bu yerda boshqa ma'no ham bor. Bu yerda faqat shu narsa bo'lmagan degani emas. O'sha paytda asosiy vositalar, kir yuvish mashinasi bo'lsin, magnitofon bo'lsin, yo bir avtomobillar bo'lsin, ko'p buziladigan, o'shalarga ehtiyot qism kam chiqarilgan. Sabab boshqa bo'lgan ekan. Odamlar o'zi o'ylasin. Nimadan yasab qo'ysam shuni o'rnini bosadi. Ya'ni odamlar ozgina ijod qilsin. Hamma narsa tayyor bo'lmasin. Tushuntira oldimmi? Hozir baklashkadan qancha narsa yasalyapti hozir. Yo'qchilik bor joyda, ozgina qiyinchilik bor joyga odamlar bundan buni qo'shib, bundan buni qo'shib yasab chiroyli qiladi. Farovon joyda shunday musorga chiqindiga tashlab yuboradi-da, yangisini olib ketaveradi. Uni ish prinsipini ham o'rgangiz kelmaydi hattoki. Demak, shu detallarni qo'ldan yasash uni bir narsaga undaydi. Bir narsa kashf qilishga undaydi. Nimanidir chiqadi, qapqog'i yo'q. Qo'ldan qapqoq yasaydi. Hozir xayolingizga ham kelmaydi-ku bu narsa sizda. Bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. Keyingi masala. Jamiyat aralash yashaydi. Erkak, ayol, bola, qariya. Lekin shunday tadbirlar bo'ladiki, faqat erkaklar, yoshlar yig'ilib qoladi. Bu nima? Hashar. Hashar sizni jamlaydi. To'ylar sizni jamlaydi. Xohlamaymiz, lekin hayot janoza, marakalar jamlaydi. Mana shunda bir jamlanib qolinadi odamlar. Avval bizda shunday maqol bor edi. Yigit kelar ishga, keksa kelar oshga degan. Hozir tayyor oshlarga borsangiz, to'yxonalarga, yigit ham, qari ham hammasi borib, yastanib o'tiradi. Xizmatkorlar oshni olib kelib qo'yadi, u bilan baravar oshni yeb turib ketadi. Oldin ustozini oldida, otasini oldida, yosh keksalarning oldida yoshlar unday maza qilib o'tirib birga ovqat yeya olmagan, xizmat qilgan ular. Yosh ulug'larning xizmatini qilib, ular turgandan keyin o'tirib
tabarruk deb ulardan qolgan narsa va qolgan bo'lsa oshni olib kelib yegan. Endi hozir bir xil sharoit bo'lib qoldi. Men bir konservativ fikrlab bu noto'g'ri demoqchi emasman. Hech bo'lmasa aytib turaylik shuni. Oldin unaqa emasdi, bunaqa deb. Uni to'g'rilash juda qiyin. To'yga bir vaqtga aytiladi, hamma boradi. Yoshi katta ham o'tiradi, oshdan keyin hamma hayotiga ketadi. Shu osh vaqti ham yoshlarning qo'lida telefon, bir qoshiq oshni yeb, bir telefoniga qarab qo'yadi. Shu darajaga endi keldik-da. Endigi masala yigit qahramon. Yigit matonat ramzi. Yigit sabr ramzi. Yigit jasorat ramzi. Men oldingi bir darsimda aytgan ekanman, ijtimoiy tarmoq qo'yishibdi. Erkakning sukunatidan atrofidagilar xulosa qilish kerak. Sezish kerak. Sukunati bilan raqibini yiqitish kerak. Jim turib ham ko'p narsani hal qilsa, har narsaga bada-bada qilib hamma narsani so'z bilan javob berish kerak emas. Erkak kishi mana shu jim turib ham raqibini yiqitishi mumkin. Mahorat bu. Yoshingizda olsangiz bu sizga keladi. Ota namunasi. Ertasi ota bo'lasiz. Siz nima qilsangiz, bolangiz shuni qiladi. Siz nima bo'lsangiz shu. Hali aytgan-ku, bolamni o'zgartirish uchun nima qilay deb so'raganda, o'zing o'zgar bo'ldi degan. Bolangni o'zgartirma, o'zing o'zgar, tamom. Uyingizda siz kitob o'qib o'tirsangiz, baribir bolangiz kitob o'qiydi. Hech bo'lmasa sizning yoshingizga borsa o'qiydi. Hozir o'qimayotgan bo'lishi mumkin, yoshligi, o'yin qaroqligi, boshqasi, u bolani ayblab tashlash kerak emas. Qachondir sizning yoshingizga borsa, u kitobga suyanadi, baribir ko'rdi shuni. Chunki otasi siqilganda kitob o'qidi. Otasi siqilganda kino ko'rdi. Otasi siqilganda foydali mehnat bilan bir uzumni xomtoq qildi. Yo bir daraxtni tagini yumshatdi, asab torlari yumshashi uchun. Shu yoshga borsa bola ham shuni qiladi. Siz namuna bo'ling, bo'ldi. Siz shuni ko'rsating, bo'ldi. Siz ayolingizga mehribon bo'ling. O'g'lingizni onasini hurmat qilganingizni ko'rsating. Yoshlikda endi uylangan vaqtida ozgina kelin bilan kelishmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir siz bo'lib qoladi u. Sizday bo'lib qoladi. Yaxshi bo'ladi. Bu kafolat bu. Farzand otadan bir juz, bir bo'lak bu. Ming afsus. Otaning ko'zi yumilsa, bolaning ko'zi ochiladi deydilar. Buni ma'nosini tushuntirishga hojati yo'q menimcha. Otalar bolalari uni o'sish jarayonida to'xtovsiz, bolam mehnat qil, bolam namuna ko'rsat, bolam oilang tinch bo'lsin, bolam befarqsan, bolam dangasdan dod voy qiladi. Otasidan ayrilgan kuni u mas'uliyatsiz qilib ko'zi ochiladi, lekin ko'p holatda otalar buni ko'rmaydi. Shuni kutish kerak emas-da. Ko'zi joyiga tushish uchun otaning ko'zi yumilishini kutish kerak emas-da. Aytadilar-ku. Aqlli odam peshonasi borib devorga ursa, ko'zi joyiga tushadi. O'ta aqlli odam boshqa bir o'zganing peshonasi borib devorga urilganini ko'rib xulosa qiladi. O'zingizni peshonangiz urilishi shart emas. Siz hayotni kuzating. Sinfdoshlaringizni kuzating, do'stlaringizni kuzating. Sigaret chekkani uchun ahvoli nima bo'lyapti? Bugun sintetik tabletkaga o'tib ketyapti. Tamom shu bilan. U shunday ximik olimlar, qo'shtirnoq ichidagi ximik olimlar shunaqa ishlaganki, tez o'rganib qoladida chiqa olmaydi bundan keyin. Uni agar ota-ona eshitib qolsa o'ladi ota-ona. Chunki 250 gram qora kishmishni olib kelib, hali tug'ilmaganida parvarishini boshlagan ota uchun bu yurak nima bu yurak? Shu 120 kilolik bo'yi 2 metrdan oshgan polvonda ham o'zini mushticha yurak uradi. Otada ham, sizda ham shu bir mushta yurakda ko'tara olmaydi. Hozir sizga iroda kerak. Hozir siz uyqudan voz kechishni bilishingiz kerak. Hozir siz qanday ko'raman ko'cha-kuyda bolalar sigaret chekib turibdi. Men to'xtayman, lekin men burchim. To'xtayman. Boraman, o'zimni tanishtiraman. Kattakon qilib tanishtiraman o'zimni. Men shunaqa. Bolam, nega sigaret chekyapsiz? Ha, endi nima g'amingiz bor sizda? Toki g'amingizni artish uchun chekayotgan bo'lsangiz, buni oqibatini bilasizmi ertaga? O'pkadan saraton bo'lgan odamni o'lim talvasasidagi azobini tasavvur qila olmaydi-da ular. Hammaga yetgan havo unga yetmaydi. Va bu uzoq davom etadi bu.
Xudo ko'rsatmasin. Qanday qilib o'zingizga shunday zarar berishingiz mumkin? Sigaret chekish mumkin. Yoki ichkilikka ruju qo'yganlar. Sen kimsan? Nimaga? Bolangga shuni o'rgatyapsan, mahallangga shuni o'rgatyapsan. Yosh maktab o'quvchisi, talaba buni qanday tushuntirish mumkin? Va eng yomoni, yana takrorlayman, mana hozir ko'paydi bu. Buni ochiq aytish kerak. Hozir irodasi bo'lib ketdi yoshlarda aksariyat. Sintetik tabletkalar, giyohvand moddalar iste'moli ko'payib boryapti. Nimaga jamoatchilik nazorati yo'q? Nimaga do'stlari uni oldini olmaydi? Yashirib yuradi, Xudo ko'rsatmasin. Mana siz keraksiz bunga. Siz xizmat qildingiz. Siz borib aytishingiz kerak. Ostagina otasiga bildirish kerak uni. U do'st bo'ladi u haqiqiy. Amaki, bir nima qiling, o'g'lingizning atrofida yaxshi bolalar emas. Bo'ldi, ko'p narsa kerak emas, o'zingiz o'rganib oling. Siz buni nima deysiz? Kajjollik buni deysiz. Erta u bola oilasidan ayrilib, hayoti xarob bo'lgandan keyin siz tomoshabinga o'tib qolasiz o'shanda. Shuning uchun jamoatchilik nazorati bu borada bir-biringizni o'zaro tiyib turishingiz kerak bo'ladi. Hali men avvalida ham aytdim. Biror alamli holat bo'lsa, yoshligimizda aytardi. O'g'il bola yig'lamaydi, yig'lama derdi. Eng yomoni erkakni yig'lagan. Erkak yig'laydigan joylar bor. Ota-onasidan ayrilsa yig'laydi. Ayoli xiyonat qilsa yig'laydi. Ustozlar aytadiki, erkak kishiga ko'z yosh 1000 yillik masofadan keladi. Ha deganda yig'lolmaydi erkak. Erkak ichi yig'laydi, yuragi yig'laydi. Ko'z yoshi ichiga ketib qoladi. Yuragiga tushadi. Shuning uchun dunyoda erkaklar ayollarga nisbatan 6 yil kam umr ko'radi o'rtacha. O'rtacha umr ko'rish O'zbekistonda ham erkaklardagi kamroq ayollarga nisbatan. Nimaga? Butun hayotingiz xavf bilan bo'ladi. Oldingi intervyuda ham aytganman. Mashinaga o'tirasiz, chiqasiz, siz zo'r haydovchisiz. Juda zo'rsiz. Lekin bir uquvsiz haydovchi birovni erkasi kelib sizni mashinangizni belidan urish xavfi bormi? Xudo ko'rsatmasin, bor. Yo boshqa holat bormi? Bor. Tormoz ishlamay qolish bormi? Shunday rulga o'tirdingiz, ketdingiz ishga. Rizq talabida ketdingiz, obro' talabida ketdingiz, birinchi risk. Ishga borasiz. Ertadan kechgacha ishlaysiz. Qancha asabiylashasiz. Shuning uchun erkakning hayoti ishda ham, ko'chada ham, hamma joyda xavf ostida. Men hozir sizni ko'rib, mana shu yigitlarimiz dron uchirishni o'rgansin. Eng zamonaviy qurollardan foydalanishni o'rgansin u urushga kirmasin deb niyat qildim. Urush bo'lmasin. Urush bo'lsa ham birinchi erkaklar safarbar qilinadi. Tarix hammasini ko'rsatib turibdi-ku. Urush bo'lmasin. Mana formalaringiz shunday toza tursin doim. Hudud shunday toza tursin. Ilm o'rganing. Mana muhtaram prezidentimiz kechagi Xavfsizlik kengashi yig'ilishida juda yaxshi g'oyani, topshiriqni berdilarki, endi askarlarga xizmati davomida nimadir kasblar o'rgatilishi kerak. O'qishingizga imtiyoz qilib beryaptilar. Endi sizlar testni xizmat qilib turgan bo'lsangiz, xizmat qilib turgan davringizda topshirasiz. Shu yerda topshirasiz testni. Mana 1 yillik xizmat qilganlar davlat test markazi testni o'tkazyapti. Masalan, iyul avgust oyida test o'tayapti, siz shu payt xizmatda. 1 yilingiz qolib ketmasligi uchun harbiy qismda o'ziga imtihon topshirsin deyaptilar. Ya'ni sentyabr, oktyabr, noyabr agar xizmatda bo'lsa, kelgandan keyin onlayn o'qitib turinglar, kelgandan keyin birinchi kursga qo'shilib ketsinlar deb. Qaranglar, askarlarga qancha g'amxo'rlik. Men uni bir qismini aytayapman. Yoki olgan balliga 10% qo'shib berish haqida topshiriq berdilar. Kasb o'rgansin deyaptilar. Oliy ma'lumot olish uchun imkoniyat yaratilsin deyaptilar. Bunday davlatlar ko'p emas, qo'lda barmoqlari yetadi sanashga. Harbiy sohaga avval 25 yilga sarflangan puldan ko'proq pulni muhtaram prezidentimiz 1 yilda beryaptilar hozir. Men hozir sizlardagi obodlikni ko'rib hayron qoldim. Sharoitni ko'rib hayron qoldim. Dron ham sotib olyapti davlat hozir. Kamera, butun chegara kameralashtiryapti hozir. Butun O'zbekiston chegarasi bor bo'yiga hamma tomon kameralashib, hamma tomon chegaralar boshqatdan qilinyapti. Kimdir buni bilib bilmay
bozorda bunday narx, mana bunaqa qiyinchilik bor deydigan odamlar buni bilmaydi. Bugun mudofaa qanchalik dolzarbligini hammamizga hozirgi siyosat ko'rsatib qo'ydi. Qaysi davlatda chegaralar mustahkam bo'lsa, qaysi davlatda zamonaviy qurollar bo'lsa, qaysi davlatda qurollardan foydalanish sun'iy intellekt bilan bo'ladigan bo'lsa, ular hozir g'olib. Hozir askarning soni bilan o'lchanmayapti hozir. Tankni, samolyotni soni bilan o'lchanmayapti hozir. Ko'rsatkichlar o'zgarib ketdi. Demak, dunyo tez o'zgaryapti. Bu o'zgarish bilan sizlar qadamma-qadam yurishingiz kerak. Siz vazifa bilan yashashingiz kerak. Aytadi-ku, 21 kun bir ishni qilsangiz odatga kirib qoladi. Siz 21 kun emas, 1 oy, har kuni 20 betdan kitob o'qing, umringizda oxirigacha kitob o'qiysiz. 1 oy, har kuni ertalab 20 daqiqa jismoniy mashqlar bilan shug'ullaning, umringizda oxirigacha sportsiz tura olmaysiz keyin. Qilmayapsiz-da shuni. Yoshlar qilmayapti-da shuni. Bir narsani o'zingizga vazifa qilib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Meni telefonimda budilnik qismida turadi. 11:30da bir mashqim bor. Soat 4dan keyin meni bir mashqlarim bor. Xuddi sizni uyquga uyg'otganda menga eslatadi. Tur, ishingni bajar. Tur, 10 ta o'tirib turgan. Tur, turnikka 5 daqiqa osilib turgan. Yo, kitob o'qimading bugun. Telefonda ham elektron kitob, mashinada ham kitob, uyda ham kitob, hamma joyga borganda nimadir ochib, hozirroq o'qib, bugun nimadan gapiryapman men sizlarga? Mana shu ko'rganlarimiz, o'qiganlarimizni baham ko'ryapmiz xolos. Bizdan aqlli odamlar bor. Lekin torroq auditoriya davrada baham ko'rar, bilimlarini oilasida bolalari zo'r, Angliyada o'qigan, Amerikada o'qigan, lekin men nimaga chiqyapman? Menga nima kerak edi bu? Butun millat zo'r bo'lishi kerak. Domlaman degan odam butun millatga foydasi degan nimadir o'ylash kerak. Men ko'p o'yladim. Biz nima endi kitob o'qimayapti bolalar deb ayyuhannos solib yuraverishimiz kerakmi? Shu kitobni targ'ib qilib, bola nimani ko'ryapti hozir? Nimaga qiziqyapti yoshlar? Ijtimoiy tarmoqqa. Ko'proq nima bilan qarayapti? Instagramga qarayapti. Men keyin komandamga aytdim, "Davay Instagramga nima qilsak bo'ladi? Millatdoshlarimizga ko'proq foydamiz tegishi uchun kontentlar qo'yish." Nimaga qo'yilyapti? 60-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida bolalar o'qimay qo'ydi. Nimaga berildi bilasizmi? Siz hozir telefonga qanday berilgan bo'lsangiz, u payt telefon yo'q. Yelkasiga katta magnitofonni olib yuradigan bo'ldi. Naushnikni toqadi, quloqchin deydimi hozir? Quloqchinni qulog'iga toqadi-da, o'sha davrda eng mashhur mashhur san'atkorlari bo'lardi, Bonyum bo'lardi. Boshqalari bo'lardi. Eshitib sakrab o'ynab yurardi. Keyin olimlar yig'ildida, nima qilamiz dedi. O'qimayapti bolalar dedi. Hammasi dedi, magnitofonni yelkasiga olib yuribdi dedi. Unisi u dedi, bunisi bu dedi. Oxiri shunday xulosaga keldilar. Ana shu naushnik bilan til o'rgatamiz dedi. Hey, siz institutda o'qiyotgan, maktabda o'qigan lingafon xonalari bor-ku. Lingafon xonaga o'qiganmisizlar? Ingliz tilini o'rganishda naushnik bilan o'rganiladi. Ana shu lingafon xonalar o'shanda kashf qilingan. Ya'ni auditoriyada ingliz tilini xuddi muzikada qilib naushnik bilan berib o'rgatilgan. Hozir biz ham nima qilishimiz kerak shu? Bolalar ijtimoiy tarmoqqa ko'p qarayaptimi? Ijtimoiy tarmoq bilan foydalanib ularga shu kontentlarni berish kerak. Bizlar sizday bo'lgan vaqtda hayotda nimagadir erishgan odamlarni qo'liga suv quyish, ularni bir suhbatini olishga harakat qilganmiz, shularga o'xshashga. Biz bugun niyat qilamiz, bizdan o'tib keting. Iltimos sizdan bugun meni aytgan gaplarimni uxlashdan oldin bir tafakkur qiling. Kitob borasida, kelin borasida, chin erkak bo'lish borasida. Oddiy narsada do'stlar, oddiy narsa. Bilasizmi? Qiziq lekin. Men hozir bir gapni aytaman. Men aminman, Instagramga chiqsa shu gap, yo ijtimoiy tarmoqqa chiqsa shunday yozadi kimdir. O'qiyapmiz shunaqa. Bu deydi Elon Musk deydi, hozir Marsni zabt etaman deb turganda deydi. Bizda hali ham deydi kalta paypoq haqida gapirilyapti, torshim haqida gapirilyapti deb yozadi. Men lekin shu mavzuga to'xtalmoqchiman. Haqiqatan ham o'g'il bolalarda kalta paypoq kiyish, torshim kiyish ba'zi bir qusurlarning, ba'zi bir kuchlarning
ta'sirining dastlabki ko'rinishi u. Boshqa bir jirkanch muammolar butun dunyo hamjamiyatida tahdidga aylanyapti-ku shular. Mana shunaqa holatlar bu birinchi signallar. Bolalarni birinchi shunga o'rgatib olinadi. Ikkinchi narsani aytaman sizga. Buni tafakkur qiling. Buni ko'p gapirmoqchi emasman. Juda katta muhokamaga sabab bo'lib ketadi bu. O'zingiz oling ichidan kerakli joyi. Ikkinchisi ajrimlar masalasi. Buni qizlar bilan ham gaplashganman. Nimaga oilalar buzilyapti hozir? Mingta muammo bor. Ba'zi kelinlar iPhone olib bermading deb ham ajralib ketyapti. Eshityapmiz-da endi. Murojaatlar, xatlar bo'ladi bizga. Nimaga? Ko'p tahlil qildik. Olimlar bor bizda. Laboratoriyalarda ishlaydi. Kontentlarni o'rganadi. Qarang, ijtimoiy tarmoqlar ideal oilani targ'ib qilyapti. Ideal erkak, ideal yigitni targ'ib qilyapti. Ayolini mana shunday qilib yuribdi. Har kun gulob keladi. Umuman qattiq gapirmaydi, talab qilmaydi, boshqa qiladi. Umuman shunaqa u yerda mafkuraviy hujum bor, mafkuraviy bosim borki, o'z-o'zidan kelin aynib qoladi. O'zini erini ijtimoiy tarmoq taqdim etayotgan ideal er bilan solishtirib boshlaydi. Va birdan munosabat buzilib boshlaydi. U ijtimoiy tarmoqda u kontentni qilganlarda ong ostingizga ta'siri niyati boshqacha. Hali qurib ulgurmagan oilani buzishga qaratilgan. U qarmoqqa yoshlar tushib qolyapti-da. Bilib qo'ying. 43 yoshimdan keyin birozgina ko'nglim ketgan narsani bir kafe, restoranda olib yeydigan bo'ldim. 43 yoshimdan keyin, 43 yoshimgacha emaklab oila qurdik. Bu bo'lsa bu yo'q, bu bo'lsa bu yo'q. Uy ipoteka, kir mashina iste'mol kreditiga olingan va hokazo masala. Lekin ideal hayotni taqdim qilish ijtimoiy tarmoq. Uylangandan keyin 22 yoshar yigitdan 42 yoshar oila boshlig'idan qilingan talabni qilishyapti. Shoshma. Oila birga quriladi. Eri xotin qo'sh ho'kiz deydi bizda nimada? Maqollar birga harakat qilinadi, boriga shukr qilinadi, tuflab tugun qilinadi, jamg'arma qilinadi. Hayotda farovonlikka sekinlik bilan erishiladi. Bu dunyo faqat obi-ovqat, sharoit, istiqbol, qimmatbaho mashinadan iborat emas. Bu hayotda undan ortiq qadriyatlar bor. Ana shularni topib, mana shu ijtimoiy tarmoqlardan foydali kontentni qo'yishimizdan maqsad ham shuki, yo bunga tomoshabin bo'lib turaveramizmi? Biz bolalarimizni ayblayveramizmi? Yosh oilani ayblayveramizmi? Kelinni ayblayveramizmi? Bu muammo nimadan chiqyapti? Uni sabablarini o'rganib, bularga tushuntirishlarni olib borish kerak bo'ladi. Bir narsani cheklash bilan ish bitmaydi endi. Ijtimoiy tarmoqda cheklashni iloji yo'q deb o'ylayman men. Ba'zilar aytadi-da, men farzandimga deydi, telefon olib bermaganman deydi. Telefoni yo'q deydi. Ming afsus, shunaylarning aksariyatini biz tadqiqot qilib o'rganyapmiz. O'sha uydan chiqqandan do'stlarini telefonidan nimadir ko'rishga talpinadi. U balki ko'rish kerak bo'lmagan narsani ham ko'radi. Uyga keladi, uni ota-onasi illyuziyada yuradiki, meni bolamning qo'lida telefon yo'q, meni bolam yaxshi deb. Shuning uchun men o'ylayman, bolani hozir telefondan ham to'sib bo'lmaydi, chunki ko'pgina repetitorlar, ko'pgina ta'lim kontentlarini telefonsiz olib bo'lmaydi hozir. Bu telefonda foydali narsa ham ko'p. Uni faqat nazorat qilish kerak. Nimaga otalarda o'g'li telefonga kiryaptimi? O'g'lini Instagram sahifasiga ota obuna emas. O'g'li nima kontentlar ko'rayotganini nazorat qilmaydi. Nimaga hozir ota-ona uchun farzandi telefoni YouTube'ga nimaga kiryapti? Qaysi saytlardan foydalanyapti? Shuni nazorat qilish imkoniyati bo'lib, ota-onalar nazorat qilmaydi. Buni nazorat kerak birinchidan. Yoshlarda har bir masalasini bir muddat nazorat qilinsa, keyin iziga tushib ketadi. Endi ideal oilalarni ko'rsatishni eksport qilish haqida keladigan bo'lsak, uni ham yopib bo'lmaydi kontentini. Ular ishini qilaversin, unga qarshi biz ham ishimizni qilaylik deyapman men. Nimaga? Toki odamlarda immunitet hosil bo'lsinki, yo bunday emas, bunday. Shu bilan birga hayoti davomida qiynalib muvaffaqiyatga erishgan odamlarning hayotini ham qo'yish kerak. Ular men gapirib berdim-ku hayotimda. 1 kilo qora kishmish ola olmaganman. Bugun men rahbarman-ku, hamma sharoit bor hozir.
Lekin o'shanda qiynalganman. Ya'ni ma'lum bir yoshgacha oila qiynaladi endi. Uni ko'rsatmayapti-da. O'sha to'y bo'lgandan keyin ideal. Mana bu bunaqa eksport qilyapti. Ijtimoiy tarmoqni blokirovka qilish tarafdori emasman. Bu ham erkinlikni cheklash. Faqat nimadan foydalanishni bilish kerak. Mana pichoq. Pichoq bilan siz bilan bizga rizq kesiladi, non kesiladi, meva archiladi. Shundaymi? Pichoq jinoyat quroli ham bo'lishi mumkin. Telefon ham shunaqa. Zararli kontent bo'lsa o'zingiz bilan olib yuribsiz-da, qo'lingizda-da. Shunday poyez bersangiz chiqib keladi. Mana biz o'qigan, sizlarda yoshlaringizda bo'lgan davrda umuman zararli kontentni topib bo'lmasdi. Taqiqlangan edi. Hozir zararli kontentlarning ko'pligi yigitlarni kasal qilib qo'yapti. Jismonan kasal bo'lib qolyapti ular. U tibbiyot bilan bog'liq, ozgina uni o'zini aytadigan mutaxassislari bor. Men hozir aytsam kimdir xashva qilishi mumkin. Bu o'sha bog'liq tomonlar borda. Shuning uchun buni blokirovka qilish emas, bu bilan parallel buni xavfini jamiyatga tushuntirib ketaverish kerakki, toki u xuddi boya pichoq bilan misol keltirganimdek foydali tomonini olsa. Bilasizmi, hozir matematikadan Vilenkinni har qanday misol masalani yechish borasidagi kurslarini ham ko'rish mumkin-da. YouTube'da Vilenkin bor. Va albatta keyin zarar narsani ham ko'rish mumkin. Siz o'zingizni majburlang, farzandingizni shunday yo'lda tuting, faqat foydali. Aqlli kino ko'rsin, aqlli hujjatli film ko'rsin. Keyin eng zo'r darslar, video darslar internetda turibdi. Sun'iy intellekt bilan shug'ullansin, ChatGPT bilan shug'ullansin, kerak narsani so'rab olsin. Qancha dunyoda o'rganish kerak bo'lgan narsa bor. Sizlar masalan, hozir bilmaysiz-ku, Malayziyani Langkavi oroli qanday go'zalligini bilmaysizlar. Shunday ko'rib televizorda zavqlanish mumkin. Men bitta sirni aytaman sizga. Ishxonada siqilib o'tirsam, ishdan charchasam, 4K Lux TV kanal bo'lardi. Unda faqat dunyoni chiroyli joylari ko'rsatilardi. Masalan, o'sha Malayziyani chiroyli orollari, Langkaviga o'xshagan. Bali orollari ko'rsatilardi, Dubay ko'rsatilardi, Istanbul shahri ko'rsatilardi. Keyin Maldiv orollari, keyin shularga borarmikinman deb orzu qilib o'tirardim faqat. Ishonasizmi? Men ko'rganlarimga bordim. Ya'ni nimadan bu? Niyatdan bu. Siz nimani niyat qilsangiz, shunga erishasiz. Men sizga ma'nosini tushuntirib beraman. Oldingizda katta taqdir turibdi. Siz juda katta taqdir sizni kutib turibdi. Siz kichkina niyat bilan uni kichraytirib qo'yishingiz mumkin. Lekin oldingizda kichkinaroq taqdir turibdi. Kichkinaroq maqsadlar turibdi. Siz katta niyat bilan uni kattartirib yuborishingiz mumkin. Doim onkologik kasaldan o'lganlar haqida gapirib, onkologik kasal haqida o'ylab yurgan odam shu kasalga chalinib qoladi. Ezgu narsalarni o'ylang. Men mana shu yoshimdan keyin Dubay boraman, Turkiya boraman, hamkorlik qilaman, ma'ruza qilaman. Yana bitta oddiy misol keltiraman sizga. 98-yil uylandim. Uylangan odam maqtanchoq bo'ladi. Kelinni oldiga maqtanaverasiz. Shunday televizorda Qonunchilik palatasini yangi qurilgan binosini ko'rsatdi. 98-yil qurilgan, yugoslaviyaliklar qurgan. Mustaqil O'zbekistonda yangi qurilgan birinchi ma'muriy binosi shu. Shishalik bor-ku, to'rtburchak. Qonunchilik palata bilasizlar-a? O'rindiqlari qip-qizil. Yotibman, u payt televizorlar oq-qora televizor. Buragichlari taq ambur bilan buraladi. Ahvolni ko'ring, shunaqa televizorda ko'ryapmiz. Shuna qaradimda, oilam 2 hafta yo 3 hafta bo'lgan kelin bo'lib tushganiga. Chiroyli ekan-a dedi xo'jayinga. Men ishlayman o'shaqa dedim. Sen qayerga olaysan? Sen olib ishsizman o'shanda. Endi institut tugatganman, hali ishga kirganim yo'q. Men hali ishlayman shunaqa, boraman dedim. Ha, xudo xolasa inshaalloh deb qo'ydi. 2 sazif 10 yil men shu yerda deputat bo'lib 10 yil o'tirdim o'sha yerda. Hamma narsa niyatga bog'liq. Niyatni katta oling. Meni 5 o'g'lim bo'ladi. Uni 5alasi dunyoni 5 ta eng nufuzli universitetiga o'qiydi. Men general bo'laman. Men davlatimni xizmatini qilaman, yaratilgan sharoitdan foydalanaman. Men ota-onamni ulug'layman. Men ota-onamni Range Roverda yuradigan qilaman, xudo xolasa tadbirkor. Mana buni nomini niyat deydi. Ya'ni niyatga bog'liq hamma narsa. Og'zingizdan chiqadigan so'zga emas, qalbingizdan o'tkazadigan niyatingizga ehtiyot bo'ling. Vatanni xizmatini qilaman. Men bitta mana shunday katta korxona quraman, zavod quraman. Yo kasbimdan kelib chiqib elda xizmatini qilaman. Men adolatli bo'laman. Men hech adolatsizlikka yo'l qo'ymayman. Men pora olmayman.
pora olmay umrimda o'tkazaman. Mana shular niyat, mana shular maqsad. Shunga yarasha keyin rizqingiz ham bo'ladi, obro'yingiz ham bo'ladi, martabangiz ham siqilayversangiz shunga qarab ketib qoladi. 1929-yildan 1933-yilgacha Amerikada shunaqa inqiroz bo'lgan, odamlar ovqat uchun ishlagan. Mana bitta tashkilotga boradi, bu degani ertadan kechgacha ishlaydi, u o'lmasligi uchun ovqat beradi. Bo'ldi. Endi urush vaqtlariga eshitgansizlar, unaqa bo'lganda. Lekin Amerikada bugun qudratli davlat birgina harbiy soha xarajatlarini 1,5 trillion dollarga yetkazayotgan qudratli bir davlat. Lekin bundan 100 yil oldin xalqi nonga zor bo'lib qolgan. Iqtisodiyot izdan chiqib ketgan. Pul bir kunda nol, qadrsizlanadi. Mana hozir cho'ntagingizda aytaylik 1,5 million so'm pulingiz bo'lsa, shunday shu zaldan chiqsangiz, u 1,5 million pulni shunday do'konga bersangiz, bolajon bu pulni umuman qadri yo'q, hech narsa bera olmayman deysa, nima deya olasiz? Hech narsa non ola olmaysiz ertaga. Bozorga chiqib go'sht ola olmaysiz. Xuddi shunday bo'lib qolgan. Pul bir kunda nol bo'lib qolgan, aksiyalar nol tushib ketgan. Ishlab chiqarish izdan chiqqan. Shunday vaziyatda ularning prezidenti Ruzvelt bo'lgan. Keyin Ruzveltga maslahatchilari aytganki, chiqib bitta radio murojaat qiling. Radio murojaat. Va televizor yo'q. Radiodan chiqish mumkin faqat. Bir oy tayyorlangan Ruzvelt. Bir 50 betlik ma'ruza yozilgan. Olgan, ko'rganda u ma'ruzani 40 betga kamaytirgan. Yana bir o'qib 30 betga kamaytirgan. 20 betga kamaytirgan. 10 bet bo'lib qolgan, chiqish kerak. Oxiri shunday quruq chiqqan ekanda 5 ta so'zdan iborat murojaat qilgan ekan. Har biringiz nimadir qilingki, Amerika to'xtab qolmasin. Mana shu radio murojaatdan keyin Amerikaning hamma xalqi nimadir ish qilib boshlagan. Bittasi chiqqan, ko'chasiga bitta daraxt ekkan. Boshqalari chiqqanda yo'l qurilyapti, asfalt yo'l qurilyapti, oyliksiz ishlagan. Oyliksiz. Shu kun bir kun payoq ovqat beriladi, mana sizga kunlik norma berilyaptimi? Shu ovqat uchun ishlagan, bo'ldi, oylik kerak emas. O'g'li och qolyaptimi, o'g'lim? 4 yil, 5 yil shunaqa ahvol bo'lgan. Bugungi qudratini ko'ryapsizmi? Shuning uchun ishsizlik degan masalani hal qilish davlatning zimmasida ham ko'p majburiyatlar bordir, lekin odamning o'ziga bog'liq. Oliy ma'lumot bo'lish dunyo hamjamiyatida sizni ish bilan ta'minlash degani emas. Dunyoda ko'pgina tashkilotlar oliy ma'lumotli bo'lib diplom olib kelgan odamni qaytadan imtihon qilib ishga oladi. Sertifikatsiya tizimi bor. Biz ham shunga qarab boryapmiz hozir. Qaysi bankka, qaysi sohaga ishga bormoqchi bo'lsangiz, bitta test qiladi, bitta suhbat qiladi, salohiyatingizni ko'radi-da, keyin yo oladi, yo olmaydi. Siz o'tdingiz, o'tmadingiz. Nima demoqchiman? Birinchidan o'qimasangiz bo'lmaydi. U diplom sizga karton qog'ozga aylanib qoladi. Ikkinchidan universitetni tugatguncha bitta diplom emas, kamida 10 ta hujjat bilan siz bitirishingiz kerak. Masalan, iqtisod yo'nalishi bo'yicha bo'lsa, sizni buxgalteriya hisobini, xalqaro standartlarni o'rganganlik to'g'risida sertifikatingiz bo'lishi kerak. Til o'rganganlik haqida sertifikatingiz bo'lishi kerak. Hattoki oshpazlar musobaqasida o'rin olganlik haqida sertifikatingiz bo'lishi kerak. 10 ta spravka bilan tashkilotga borsangiz, diplomni oldiga, yoniga portfolio deydi, buni. Portfolio deydimi, domla? Portfolio deydi buni. Mana ikkita bitiruvchi, bittasi bitta diplomi bilan bordi, qizil diplom, imtiyozli. Ikkinchisi oddiy diplom, lekin 10 ta sertifikat bor oldiga. Buni oladi ishga. Tashkilotga oshpaz kerak. Endi 14-yanvarga o'xshagan bayram bo'lsa, o'zlari osh qilib yeyish uchun bitta oshpaz kerak. Bitta plyusmi? Tashkilotga bir chet eldan hamkorlar kelsa, ingliz tiliga tarjima qiladigan tarjimon kerak. Uning ingliz tilidan sertifikati bormi? Notiqlik san'ati bo'yicha kursni tugatgan deb yozgan masalan. U kerakmi munosabatga kirish uchun? Shuning uchun hozir oliy ma'lumotli bolalarning aksariyati bir qismi ishsiz bo'lishiga sabab bitta quruq diplom bilan chiqib kelganman. Na til, na bir ko'nikma, na bir kasb. Men bugun aytdimki, masalan, hozir ko'pgina yoshlar uyda bitta rozetkaga tok kelmay qolsa, usta chaqiradi. Bu bilan rozetkani chuqurlab ket demayman, bilmasa u to'kiradi uni, bilmaydi, fizikani o'qimagan. Shuni o'zi to'g'rilolmaydi. Hamma narsaga usta chaqiradi. Mashinani bir joyga tiq etsa, usta, tamom.
o'zi bilan o'zi bo'lib qolgan. Ya'ni birinchidan bugungi oliy ma'lumotlar 5-6 ta yo'nalish bo'yicha mana shunaqa o'ziga ko'nikmalar bilan borish kerak. Ikkinchidan, men sizga tavsiya qilaman. Hech bo'lmasa 2 yil chet elda o'qib kelish kerak. Dunyo qarashni o'zgartirib kelish kerak. Bo'lmasa qiynalasiz. Ishsizlar bitta kichik biznesni qilish kerak, oddiy bizneslarni qilish kerak. Odamlar mana shu garaj biznesi deb aytiladi-da, mana Hamler Packer, HP degan kompyuter, printerlar ishini garajda boshlagan. Steve Jobs ishini garajda boshlagan. Nima degani bu? Ofis olishga puli bo'lmagan. Bitta texni olib ishlashga puli bo'lmagan, o'zini mashinasi turadigan yo bir qo'shnisini mashinasi turadigan garajni sex ofis qilib bir yillar ishlab, keyin asta-asta rivojlanib ketgan. Kim sizga bir narsani tayyorlab qo'yibdi hozir? Shuning uchun tuni kun o'ylang, g'oya, o'ylang, nima qilaman. Eng katta sizga hozir meni maslahatim do'st masalasi. Do'st kerak. Chunki otangga ayta olmagan gapni do'stingga aytsan. Muammosi. Gayraysan, quvnaysan. Do'st ko'p bo'lish kerak emas. Bir xillar aytadi, do'sting ko'p bo'lsa hamma ishing bitadi. Men shunda hayotimda ko'rdim. Do'sti ko'p odamning umri shu do'stlari bilan o'tib ketadi. Masalan, o'ylab ko'ring. 50 ta do'stingiz bo'lsa, 50 tasini tug'ilgan kuniga ham qatnashishingiz kerak. 365 kunda 50 kuni ketdi. Boshqa kunlari bor, unisi bor. Ko'ngliga qarash kerak. Do'st o'zi haqiqiy do'st bitta yo ikkita bo'ladi. Sen boy bo'lsang ham yoningda bo'ladi. Kambag'al bo'lsang ham yoningda bo'ladi. Gullab yashnaganingda u senga oyna bo'ladi. Ey bola, sen kecha kim eding o'zi? Birga student bo'lganmiz-ku, biz birga maktabga o'quvchi bo'lganmiz-ku. Juda osmonga chiqib ketding deb faqat do'st ayta oladi. Suyaydi. Shuning uchun do'st bitta ikkita, haqiqiy do'st bo'lsin. Tanangiz boshqa, joningiz bir bo'lib ketadigan do'stlaringiz bo'lsin. Lekin u ko'p bo'ldimi, sho'rvaga suv qo'shiladi. Keyin masalan men hozir yangi do'st izlamay qo'yganman. Yangi do'st topib, uni xarakterini o'rganish uchun menga vaqt yo'q. Bo'ldi endi. Umrim agar 100 yil o'zimga umr tilasam ham o'rtasiga keldi-da, endi 50 ga kirdim. Endi bor do'stlarimni qadrlashim kerak. Hey, azaldan bo'lgan do'stlarim. Eng azaldan bo'lgan do'stlarim. Hey, talabalik davrimdagi. Mana bunday quroldosh do'stlarimni qadrlashim kerak. Keyin paydo bo'lganlarning aksariyati manfaat. Lavozimim uchun, pulim uchun, bir ishni bitkazish uchun bu boraveradi. Shuning uchun mana bugun hozir sizlar do'stlashinglar, nomer almashinglar, keyin bordi keldi qilinglar, to'ylariga boringlar. Faqat quruq uski bo'lish kerak. Va u sizni to'ldiradigan darajada bo'lish kerak. Fikrlaring bir joydan chiqish kerak. Sizni to'xtatish kerak, sizga g'ayrat berish kerak. O'tirib hiring qilib birovni gapirish kerak emas, g'oyalar haqida gapirish kerak. Soatni qo'ydim, telefonim menga zvonok berdi. Bitta kinoni vaqtini va'da qiluvding, bo'ldi, bir kinoni vaqti o'tdi deb. O'ylayman, bir kino ko'rganday bo'lgan bo'lsangiz kerak.